Hurmatli tomoshabinlar, bugun sizni juda muhim va dolzarb mavzu bilan tanishtiraman. Ayniqsa 1930 yildan 1965 yilgacha tugilgan pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega. Aprel oyidan boshlab pensiyalarga oid yangi tekshiruvlar joriy etilmoqda va bu sizning pensiya to'lovlaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik uchun bu kutilmagan vaziyat bo'lishi mumkin, ammo oldindan sabardor bo'lish har qanday muammoga tayyor bo'lish demakdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, har bir so'zimga e'tibor bering. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni hech kim o'tkazib yubormasligi kerak. Bu video sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar va mavjud muammolar. Avvallari pensiya tizimida tekshiruvlar asosan qandaydir nomuvofiqliklar aniqlanganda, masalan, hujjatlardagi tafovutlar, fuqaroning o'limi haqida ma'lumot kelib tushganda yoki pensiya miqdori bo'yicha shubhalar paydo bo'lganda amalga oshirilardi. Ba'zan bu tekshiruvlar tasodifiy xarakterga ega bo'lib, kam hollarda muntazam tarzda o'tkazilardi. Asosiy e'tibor yangi pensiya tayinlash yoki mavjud pensiyani qayta hisoblashga qaratilar edi. Pensiya oluvchilarning ahvoli doimiy monitoring qilinmasdi. Bu holat ba'zi hollarda turli silsatoliklarga, noaniqliklarga va hatto suiiste'molliklarga olib kelishi mumkin edi. Pensiya jamg'armasining aksborot bazalari doimiy ravishda yangilanmasligi, turli idoralar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi sababli pensiya oluvchilarning real holati va ularga to'lanayotgan pensiyalarning muvofiqligi bo'yicha to'liq tasavvurga ega bo'lish qiyin edi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimini raqamlashtirish va ma'lumotlar almashinuvini takomillashtirish maqsadida hukumat pensiya oluvchilarini doimiy ravishda monitoring qilish bo'yicha yangi mexanizmlarni joriy qildi. Bu o'zgarishlar pensiya jamg'armasining mablag'laridan oqilona foydalanishni ta'minlash, pensiya to'lovlarining aniqligini oshirish va ortiqcha xarajatlarning oldini olishga qaratilgan. Bu tekshiruvlar endi ancha tizimli, keng qamrovli va majburiy tus oladi. Maqsad bir tomondan da'vat mon falat mapabam bapilim lakila kallat pakirat tating yunla la tanak ninnening ona manama akta maqsadli ishlatilishini kafolatlash bo'lsa, ikkinchi tomondan har bir pensiya oluvchining qonuniy huquqlarini himoya qilish, noto'g'ri hisoblashlarning oldini olish va pensiyalarni adolatli tarzda tayinlashni kafolatlashdir. Yangi tizim ma'lumotlar bazalarini muntazam ravishda yangilashni va turli davlat idoralari, jumladan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, FSDO, kadastr agentligi, soliq qo'mitasi va bandlikka ko'maklashish markazlari bilan elektron ma'lumotlar almashinuvini nazarda tutadi. Bu esa har bir pensiya oluvchining ahvoli, yashash joyi, ish faoliyati, oilaviy holati va boshqa muhim ma'lumotlarni doimiy kuzatib borish imkonini beradi. Pensiya tekshiruvining asosiy jihatlari: kimlar savotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Keling, bu yangi tekshiruvlar aynan kimlarga ta'sir qilishini va kimlar savotirlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, barcha ma'lumotlar aniq va qonuniy asosda bo'lsa, savotirlanishga sabab yo'q. Biroq har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Kimlar savotir olishi kerak? Hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki eskirgan fuqarolar. Ayniqsa eski mehnat daftarlari, arxiv ma'lumotnomalari yoki nikoh guvohnomalari kabi hujjatlarda noaniqliklar bo'lsa. 2. Pensiya olish davrida ishlayotgan va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan shaxslar. Basi turdagi pensiyalar. Masalan, yoshga doir pensiyaning ba'zi toifalari uchun ishlash pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham ish faoliyati chegaralanishi mumkin. Doimiy yashash joyini o'zgartirgan, lekin bu haqda ma'lumot bermagan fuqarolar. Pensiya to'lovlari ko'pincha doimiy ro'yxatga olingan manzilga yuboriladi va agar manzil o'zgarsa, pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Boshqa davlatdan pensiya oluvchi, ammo O'zbekistonda ham pensiya olishda bu ma'lumotni yashirgan shaxslar xalqaro kelishuvlarga ko'ra ko'pincha ikki davlatda bir vaqtning o'zida pensiya olish cheklangan bo'ladi. Bunday oila a'zolarining holati o'zgargan, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi turmushga chiqqan va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan fuqarolar. 6. Bank kartalari orqali pensiya oladiganlar uchun bank hisobvaraqlari bilan bog'liq muammolar. Masalan, bank kartasining muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin.
Wat. Barcha hujjatlari tartibli. Shaxsiy ma'lumotlari to'liq va aniq bo'lgan fuqarolar. Do. Pensiya oluvchi sifatida qonuniy asosda ishlamaydigan yoki ishlash huquqiy bo'lgan holda rasman ishlayotganlar. 3. Pensiya jamg'armasiga o'zlarining shaxsiy holatlaridagi barcha o'zgarishlar haqida o'z vaqtida ma'lumot berib borayotganlar. 4. O'zbekistonda yagona pensiya oluvchi va boshqa davlatlarda pensiya tizimlariga aloqador bo'lmaganlar. Keling, ba'zi real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatlarni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol Nodira opa va uning eski mehnat daftari. Nodira opa 1925 yilda tug'ilgan, bir umr qishloq xo'jaligida ishlagan. U pensiyaga chiqqaniga 10 yildan oshgan, lekin pensiya tayinlanayotgan paytda ba'zi ish joylaridan ma'lumotnomalar olishga qiynalgan. Natijada uning ish staji to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin edi, ammo u bunga e'tibor bermagan. Pensiya jamg'armasining yangi tekshiruvi davomida Nodira opaning shaxsiy 20 jildidagi ba'zi qog'oz hujjatlar elektron bazaga kiritilmagani yoki ulardagi ma'lumotlar raqamli ma'lumotlar bilan to'g'ri bog'lanmagani aniqlanadi. Pensiya fondi uni chaqirib qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishni, masalan, yo'qolgan ish joylaridan arxiv ma'lumotnomalarini olishni yoki mavjud mehnat daftaridagi yozuvlarni aniqlashtirishni so'raydi. Agar Nodira opa bu talabga beparvolik qilsa yoki kerakli hujjatlarni taqdim eta olmasa, uning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Uning pensiyasi aslida to'g'ri hisoblangan bo'lsa ham, endi pensiya jamg'armasi uning ish stajini tasdiqlash uchun aniq, to'liq va raqamlashtirilgan dalillarni talab qiladi. Nodira opaning bu holatda qilishi kerak bo'lgan asosiy ish azamatli eski ish joylari bilan bog'lanish zarur bo'lsa, tuman arxivlaridan o'zining mehnat faoliyati haqida tasdiqlovchi hujjatlarni so'rab olish va ularni pensiya jamg'armasiga taqdim etishdir. Agar u tezkor harakat qilsa, pensiyasining to'xtatilishini oldini oladi va hattoki hisoblamagan ish staji bo'lsa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi ehtimoli ham bor. Ikkinchi misol, Komil aka va ikki tomonlama pensiya. Komil aka 1946 yilda tug'ilgan, Sovet davrida Rossiyada katta zavodda ishlagan va u yerda katta ish stajiga ega bo'lgan. O'zbekistonga qaytgach, bu yerda ham pensiyaga chiqqan. Ammo u Rossiyadagi ish staji uchun ham pensiya olish huquqiga ega ekanligini bilib, Rossiyadan ham pensiya rasmiylashtirgan. U O'zbekistonda pensiya olishda Rossiyada ham pensiya olayotganini yashirgan. Chunki bu ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlarga ko'ra ko'p hollarda ikki joydan to'liq pensiya olishga ruxsat berilmaydi. Endi pensiya jamg'armasi ma'lumotlar almashinuvi tizimi orqali qisqartirish shartnomalar doirasida Komil akaning Rossiyadan ham pensiya olayotganini aniqlaydi. Natijada nima bo'ladi? Komil akadan ortiqcha olingan pensiya pullarini qaytarish talab qilinadi. Bu holat uning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Chunki u katta miqdordagi mablag'ni qaytarishi kerak bo'ladi. Agar u buni qasddan qilgan bo'lsa, qonuniy javobgarlikka ham tortilishi ehtimoli bor. Bu vaziyat pensiya jamg'armasiga barcha o'zgarishlar sabbar berish naqadar muhimligini ko'rsatadi. Komil aka kabi holatga tushgan fuqarolar pensiya jamg'armasi bilan darhol bog'lanib, vaziyatni tushuntirishlari va ortiqcha olingan mablag'larni qaytarish bo'yicha kelishuvga erishishlari kerak. 3-misol. Fotima Aksola va Teknik Satolik. Fotima Aksola 1938 yilda tug'ilgan, yolg'iz yashaydi va har oyda o'z pensiyasini oladi. Yangi tekshiruvlar davomida pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida Teknik Satolik aniqlanadi. Uning ismi sharifi boshqa bir fuqaro bilan juda o'xshash bo'lganligi sababli bir marta uning nomiga 2 marta pensiya o'tkazilgan holat yuzaga kelgan. Bu kabi satolar ko'pincha tizimdagi nosozliklar yoki inson omili tufayli yuzaga keladi. Fotima Sola bunga javobgar bo'lmasligi mumkin, chunki u bu haqda bilmagan. Lekin pensiya jamg'armasi bu satoni tuzatishni talab qiladi. Unga murojaat qilinadi va ortiqcha o'tkazilgan summani qaytarish so'raladi. Bu Fotima Sola uchun kutilmagan muammo bo'ladi, chunki u bu pulni allaqachon ishlatib yuborgan bo'lishi mumkin. Bu holatda Fotima Sola pensiya jamg'armasi bilan muzokaralar olib borib, qaytarish tartibi va muddatlari bo'yicha kelishuvga erishishi lozim. Pensiya jamg'armasi odatda bunday vaziyatlarda ortiqcha to'langan summani pensiyadan ma'lum bir foizini ushlab qolish orqali undiradi. 4-misol Erkin aka va ish staji muammosi. Erkin aka 1960 yilda tug'ilgan, yaqinda pensiyaga chiqqan.
uning pensiyasi hisoblanayotganda bitta korxonada ishlagan davriga oida hujjatlar, masalan arxiv ma'lumotnomasi yoki ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari topilmagan. O'sha korxona esa yillar oldin tugatilganligi sababli ma'lumotlarni tasdiqlash qiyin bo'lgan. Pensiya jamg'armasi unga mavjud hujjatlar asosida pensiya tayinlagan. Endi esa yangi tekshiruvlar jarayonida pensiya jamg'armasi erkin akaning ish stajini qayta ko'rib chiqishga qaror qiladi. Agar mavjud hujjatlar yetarli bo'lmasa va yo'qolgan hujjatlar bo'yicha ham rasmiy tasdiq topilmasa, uning pensiya miqdori kamaytirilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Bu holatda erkin aka sudga murojaat qilib, guvohlar orqali ish stajini tasdiqlashi yoki arxivlardan qo'shimcha ma'lumotlar izlashi lozim bo'ladi. U o'zining qonuniy huquqlarini himoya qilish uchun yuridik maslahat olishi va zarur bo'lsa, sudga da'vo arizasi kiritishi kerak. Bu kabi holatlar fuqarolardan o'z ish stajlari va hujjatlariga doimiy ravishda e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar pensiya tizimida har doim ham hamma narsa oddiy va aniq bo'lavermaydi. Ba'zi vaziyatlar standart qoidalarga mos kelmasligi mumkin. Shuningdek, pensiya oluvchilar uchun kutilmagan tuzoqlar yoki noaniq jihatlar yuzaga kelishi mumkin. Istisnolar: bir chet elda yashovchi, ammo qonuniy ravishda O'zbekiston pensiyasini oluvchilar. Ba'zi fuqarolarimiz doimiy yashash uchun chet elga ketgan bo'lsalar ham O'zbekiston bilan tuzilgan xalqaro kelishuvlarga muvofiq yoki O'zbekiston qonunchiligiga binoan pensiya olish huquqini saqlab qoladilar. Bunday holatlarda ular pensiya jamg'armasi talabiga binoan o'zlarining tiriklik holati haqida tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, yashash mamlakatidagi konsullikdan ma'lumotnomani taqdim etishlari shart bo'ladi. Bu tekshiruvlar odatdagidan farq qilishi mumkin, ammo ular ham ushbu yangi tizim doirasida ko'rib chekiladi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogironlik pensiyasi oluvchilari uchun tekshiruv jarayonlari boshqacha bo'lishi mumkin. Ularning nogironlik guruhi va muddatlari doimiy tibbiy, ijtimoiy ekspert komissiyalari TIMEK tomonidan belgilanadi. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni TIMEKdan avtomatik ravishda oladi. Biroq agar nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Tin, urush faksrilari va boshqa imtiyozli toifalar. Urush qatnashchilari, mehnat faksrilari yoki boshqa imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun pensiya tayinlash va to'lashda o'ziga xos qoidalar mavjud. Ularga nisbatan tekshiruvlar ham ushbu qoidalar doirasida amalga oshiriladi va ba'zi hollarda qo'shimcha hujjat talab qilinmasligi mumkin. Biroq ularning ham shaxsiy ma'lumotlarida o'zgarishlar yuzaga kelsa, bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishlari shart. Gort boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Agar pensiya oluvchi shaxsning shaxsiy holati o'zgargan bo'lsa, masalan, boquvchisini yo'qotgan ayol turmushga chiqqan bo'lsa, bu pensiya to'loviga ta'sir qiladi. Bunday holatlar pensiya jamg'armasi tomonidan FHDYO ma'lumotlari bilan taqqoslanishi orqali aniqlanadi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bir, rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirishi. Pensiya jamg'armasidan kelgan har qanday qisat, qo'ng'iroq yoki SMS xabar juda muhim. Agar siz o'z manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, rasmiy xabarnomalar sizga aytib bormasligi mumkin. Bu esa tekshiruv jarayonini murakkablashtiradi va hatto pensiyangizning vaqtincha to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Har doim pensiya jamg'armasiga o'z aloqa ma'lumotlaringiz, telefon raqami, manzil haqida to'liq va aniq ma'lumot bering. Firibgarlar tuzog'iga tushish. Yangi tekshiruvlar haqidagi xabarlar firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi qisodmi deb tanishtirib, sizdan bank karta ma'lumotlaringizni, maxfiy kodlarni so'rashi yoki pensiyangizni saqlab qolish bahonasida pul talab qilishi mumkin. Unutmang, pensiya jamg'armasi hech qachon sizdan telefon orqali bank karta ma'lumotlarini yoki maxfiy kodlarni so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlarga javob bermang. Darhol pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga murojaat qiling. 3. Hujjatlardagi nomuvofiqliklar. Ba'zan hujjatlarda pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat daftari, ismi sharifda, tug'ilgan sanada yoki boshqa ma'lumotlarda kichik nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda ism Gulnora deb yozilgan bo'lsa, mehnat daftarida Gulnor deb yozilishi.
Bu kabi kichik satolar ham tekshiruv jarayonida jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizdagi ma'lumotlarning birxil ekanligiga ishonch hosil qiling. Ma'lumotlar almashinuvi. Pensiya jamg'armasi boshqa davlat idoralari bilan faol ma'lumotlar almashmoqda. FHDY olimlar, nikohlar, nikohdan ajralishlar haqida, kadastr, mulkchilik haqida, soliq qo'mitasi, daromadlar va tadbirkorlik faoliyati haqida va bandlikka ko'maklashish markazlari ish bilan ta'minlanganlik haqida. Ma'lumotlari doimiy ravishda pensiya jamg'armasining bazasi bilan taqqoslanadi. Agar ushbu bazalardagi ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlansa, tekshiruv boshlanadi. Mahalla qo'mitasining roli. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi fuqaroning yashash joyi va holatini tasdiqlash uchun mahalla qo'mitasiga murojaat qilishi mumkin. Agar pensiya oluvchi uzoq vaqt yashash joyida bo'lmasa yoki uning ahvoli haqida ma'lumot bo'lmasa, bu ham pensiya to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. 6 aqliy faoliyati cheklangan shaxslar. Agar pensiya oluvchi kasallik tufayli o'z holatini anglay olmasa yoki harakatlana olmasa, uning nomidan ishonchli vakili harakat qilishi lozim. Bu holda vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Aks holda pensiya mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Sizdan birinchi navbatda talab qilinadigan narsa xotirjamlikni saqlash va zudlik bilan harakat qilish. Quyida siz uchun batafsil amaliy ko'rsatmalar beraman. Hujjatlaringizni to'liq tekshiring va tartibga keltiring. Pasportingiz amallash muddati o'tmaganmi? Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana ma'lumotlari boshqa hujjatlaringizdagi ma'lumotlarga mos keladimi? Mehnat daftari, undagi barcha ish joylari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish sanalari aniq va tasdiqlanganmi? Barcha muhrlarning tushganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir davrlar bo'yicha yozuvlar etishmasa, bu davrlar uchun arxiv ma'lumotnomalarini olishingiz kerak bo'ladi. Diplom, harbiy bilet va boshqa qo'shimcha hujjatlar, ba'zi pensiya turlari uchun bu hujjatlar hamish stajiga ta'sir qilishi mumkin. Ularni ham ko'rib chiqing. Nikoh guvohnomasi yoki nikohdan ajralganlik haqidagi hujjat. Agar siz turmushga chiqqan bo'lsangiz yoki nikohingiz bekor qilingan bo'lsa, bu hujjatlarning tartibli ekanligiga ishonch hosil qiling. Ayollar uchun familiya o'zgarganda barcha hujjatlar, mehnat daftari, pasport bir kisil familiyada bo'lishi muhim. Tug'ilganlik guvohnomalari. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari va ularning ta'lim olayotganligi haqidagi ma'lumotnomalar muhimdir. 2. Pensiya jamg'armasidagi aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Sizning telefon raqamingiz va doimiy yashash manzilingiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar o'zgargan bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib ma'lumotlarni yangilang. Bu sizga muhim xabarnomalarni o'z vaqtida olish imkonini beradi. 3. Rasmiy xabarnomalarga zudlik bilan javob bering. Agar pensiya jamg'armasidan sizga SMS, xabar yoki qo'ng'iroq kelsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Unda ko'rsatilgan muddada kerakli ma'lumotlarni taqdim etish yoki belgilangan joyga borish muhim. Kechikish pensiya to'lovlarining to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. 4. O'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qiling. Agar siz pensiya olish davrida ishga kirsangiz, yashash joyingizni o'zgartirsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarsa, masalan, turmushga chiqsangiz yoki boshqa davlatdan pensiya olmoqchi bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limini darhol ogohlantiring. Buni yashirish kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Lima qayerga murojaat qilish kerak? Asosiy murojaat nuqtasi bu sizning doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limi. Shuningdek, ko'plab savollar va ma'lumotlarni yagonadarcha markazlari orqali ham olishingiz mumkin. Agar pensiya jamg'armasiga borishga imkoniyatingiz bo'lmasa, yaqin qarindoshingizni ishonchnoma asosida yuborishingiz mumkin. Bu holatda ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan ba'acham bu alitli shishi qavtuqeyki rakak.
hujjatlarni shaxsan topshirishda 2 nusxada ariza tayyorlang, bir nusxasini pensiya jamg'armasidan qabul qilib olganlik haqida belgi qo'ydirib oling. Bu kelajakda ehtimoliy tushunmovchiliklarning oldini oladi. 6. Tushunmovchiliklar yuzaga kelsa nima qilish kerak? Sassam o'tibdi. Agar siz pensiya jamg'armasining qaroridan norozi bo'lsangiz yoki ular notogeri hisob-kitob qilgan deb hisoblasangiz, avvalo pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organiga, viloyat yoki respublika pensiya jamg'armasiga yozma ravishda shikoyat qiling. Agar bu ham natija bermasa, siz sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bunday holatlarda malakali yurist maslahati sizga katta yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugungi videoda sizga pensiya tizimida joriy etilayotgan yangi tekshiruvlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun bu ma'lumot juda muhimdir. Aprel oyidan boshlab boshlanadigan bu tekshiruvlar sizning pensiya to'lovlarining aniqligini ta'minlashga va davlat mablag'larining maqsadli ishlatilishiga qaratilgan. Esingizda tuting, savotirga tushish emas, balki oldindan tayyorlanish va zarur qoralarni ko'rish eng to'g'ri yo'ldir. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasi bilan aloqa ma'lumotlaringizni yangilang va ularning xabarnomalariga zudlik bilan javob bering. O'zgarishlar haqida ochiq-oshkora ma'lumot bering. Bu sizning qonuniy huquqlaringizni himoya qilish va pensiya to'lovlarida uzilishlar bo'lishining oldini olish uchun yordam beradi. Sizning fikringiz biz uchun juda qadrli. Ushbu videodan qanday ma'lumot oldingiz? Sizningcha bu yangi tekshiruvlar qanchalik adolatli? Pensiya tizimidagi qanday muammolar sizni ko'proq savotirga soladi? Izohlar bo'limida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizga doimo foydali va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha